Aziz vatandoshlar, tariximizda birinchi marta umumxalq referendumi asosida yangilangan konstitutsiyamizni qabul qildik. Kelgusi taraqqiyotimizni belgilab beradigan O'zbekiston 2030 strategiyasini qabul qildik. Muxtasar aytganda, yangi hayotni, yangi O'zbekistonni barpo etish uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni to'liq safarbar etamiz. Osmonimiz charog'on, erkin qushdek uchamiz, kattadan katta yangi marralarni ko'chamiz. Ozod erkin diyorda bordir burch huquqimiz, konstitutsiya bosh qomusimiz, konstitutsiya bosh qomusimiz. Yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz, biz yoshlarni yuksakka chorlaydi yurtboshimiz. Porloq kelajagimiz, komildur ishonchimiz, konstitutsiya bosh qomusimiz, konstitutsiya bosh qomusimiz. Aziz vatandosh, xalqimiz farovonligini o'zida mujassam etgan qomusimiz inson, jamiyat, davlat tamoyiliga asoslanib, unda barcha fuqarolarning huquqlari va manfaatlari o'z ifodasini topgan. Bir so'z bilan aytganda, hali uzoq yillar davomida jonajon vatanimizning nurli istiqboli, baxtli va kelajagi buyuk avlodlari uchun xizmat qiluvchi yangi O'zbekiston konstitutsiyasi bizning konstitutsiya. O'zbekistonda el aziz, inson aziz, biz yoshlarni yuksakka chorlaydi yurtboshimiz. Porloq kelajagimiz, komildur ishonchimiz, konstitutsiya